shunaqa relslari bo'ladi. Bu relslarni hozir endi qurilish jarayonida u relsdan bu relsga qanaqa o'tadi deb ko'pchilik savol beradi. Manaqa aravachalar bo'ladi. Ikkala tarafda ham bo'ladi. Bitta emas, ikkita bo'ladi. Bu relsdan keladi, bu relsdan u relsga o'tish uchun qilingan mana shunaqa aravachalari bo'ladi. Bu relslarda qoliplar yuradi. Buni taglarini betonlab usulini qilib, bularni ham hozir liniyalar lazerlarga otib, umuman nol qilib O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Hozir bu yerda avtomat liniyani maketini qilib qo'yamiz. Kelib uskuna qanaqa bo'ladi deb ko'rganlar uchun ba'zilar o'zim 3-4 kun o'rganay, o'zimnikida emas, mana shunaqa joyda bir o'rganay deganlar uchun o'rganishga sharoit qilib qo'yamiz. Hozir sizlarga qisman tanishtiramiz. Bu yerda endi hozir 100% hali tayyor bo'lmadi. Endi tayyorlanish jarayonida manaqa mishalkasi. Bu mishalkasiga o'zi qumi, suvi, sementi tarozi orqali o'zi tayyor o'lchangan holatda chiqarib beradi. Kranini ochasiz, rastor qo'yasiz, bo'ldi. U relsdan bu relsga g'ishti qilib, bu yerda 20 ta 30 ta mana unaqa katta joy emas, qilsanglar bo'ladi. Manaqa o'zini lentalari, sementi, uni kichkina bunker maket qilib qo'yganmiz. Zakazga qarab 50 tonnalik, 60, 100, 150, 200 tonnalikgacha umuman sement bunkerlarni ham yasab beramiz, xudo xolasa. Bu yerda mana listlarni ham o'zimiz kesamiz. Lazer stanoklar bor, listlar valsovka qilish, umuman hozir ularni ham bir qator tanishtiramiz. Bu yerda o'zi hamma narsa optim. Optim joyi. Chunki listlarni o'zimiz olib kelamiz, o'zimiz katta partiyada olib kelib kesib, manaqa valsovkalarda bukib, umuman tepalari, taglari, umuman hammasini kesib tayyor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa qo'limizda deyarli har doim tayyor bo'ladi. Endi hozir zahirlarni ko'rsatadigan bo'lsam, kamera oladigan bo'lsa, o'nida уже 100 tadan oshiq qolib, hali ertaga yasa beraman, indin yasa. Biznesga qiziqqan ko'ra bosish kerak o'zi asli. Unaqa hali tavakkalchini nima deydi? Ishini o'nglaydi-ku. Tavakkal qilmasa biznes bo'lmaydi. Mishalkalar bu yerda hamma turidan xudo xolasa. Bu suv yo'ngichlari ham zahirlari mana 1 tonnalik, 2,5 tonnalik, 3 tonnalik yasab qo'ying. Endi kraskalangan holatda, baribir chiroyli holatda bo'ladi. Hozir Gazablok uskuna klientlar kelgan, shogirdlar xudo xolasa gaplashib, klientlar bilan muloqot qilishyapti. Mana boyaga joyda mana shunaqa avtomat reskasi ham bo'ladi. O'zi kesib beradi. O'sha 12 ta Gazablokni o'zi tushib, kesib, motorlari ham unaqa shovqinli bo'lmaydi. Mana hali suqilmabdi. Mana ichkaridan yoqilmagan ekan. Ovozi shu, mana. Shu tushadi. Mana. Ovozini ko'rasizlarmi? Juda past. Mishalkalari ham ko'pchilik o'ylaydi baland ovozda deb o'ylaydi, unaqa emas. O'ta past. Buni ham ovozlarini ko'rsataman. Mana, taqrodan ko'rsataman. Mana mikrofon menda. Ovozi shu, unaqa baland emas. Bemalol narsa bo'ladi. Mana bu ovoz 220, 380 bundan ham past ovozda bo'ladi. Bitta knopkani bossangiz o'chadi. Mana 1,5 ming dollardan deganda 1,5 ming dollarlik komplekt. Bu joydagi narxi, dastavkalar shu joyiga qarab. Bunda ikkita qolipimiz. Bitta qolipda 12 tadan bo'ladi, ikkitasida 24 ta. Manaqa reskada kesiladi. Xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik, manaqa arralari bilan. Va manaqa mishalkasi. Mishalkasi ham xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 variantda qilib beriladi. Hozir ko'rdinglar, shovqini unaqa baland emas, past holatda. Endi mana shu qoliplar relsda yuradigan bo'lishi, hozir ko'rdinglar, o'sha yerda tagida rolli relsda yuradigan bo'lishi, manaqa avtomat reskada kesilishi, shularga qarab narxlar o'zgarib boradi. Unda endi manaqa 3 ta qolipimiz, ham Gazablok, ham Penablok quysa bo'ladigan komplekt. 3 ta qolip, manaqa mishalkasi, suv yo'ngisi, kompressor, pena generator, rastor bo'chiga mikser hamma yo'q bilan. Bunda Penablok, Gazablok, tomsoq apparatlari bo'ladi. Mana mishalkalari ham katta motor, kichkina motor, hamma turlardan xudo xolasa bor. Zakazga qarab deyarli hamma turdan qilib beramiz. Agar qo'limizda bo'lmasa, lekin deyarli hamma tur zahirlarimiz bor. Bu yerda endi Penablok uskunalari. Mana Penablok va Gazablok uskunalari 504 1177.
Ko'ryapsizlar, yevro qoliplar. Mana iplar turishiga e'tibor bermaysizlar, sababi yuklaganda rezbalar xalaqit qiladi, shuning uchun ip holatda boradi, lekin hamma qoliplar rezbalik bo'ladi. Bunaqa o'ntiradigan bochka deysizmi? Endi umuman uskunlar tanishtiradigan bo'lsam, mana turbalik, Lego, yevro, yevro deysizlar, yevrosi nima deganlar uchun tagida ham 7 qator, belida ham 7 qator, mana qara rastor bochkalari, bunaqa pena generator. Bu umuman komplektlar hammasi yonidagi narsa bunaqa pena generator, kompressor, latok tumbalar bir xil, faqat qolipida farq qiladi xolos. Qolip mana oshiq-moshiqlar qo'yilgan, baquvvat. Mana har bir palastasiga 7 qator profil qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, 4 ga 4. Ba'ziga mana 2 kichik profillardan qilib yevro deydi. Unaqa emas, bu ekonom variantda emas, mukammal variantda bu. Tagida ham 7 qator profili bor. Xuddi mana shunaqa 4 ga 4. Bir qator, 2 qator qilib qo'yilayotgani yo'q. 3 ta qolip, rastor bochka, pena generator, kolonna listi, latok listi, bir satr penasi, kompressor, mikser, pulsator ishlangan hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Narxlar umuman komplektli mana обычный komplekt, belidagi qator, yevro, turbalik, Lego bular narxi $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Belidagi qatorli profilli komplekt. Buni narxi $730 joyida, $780 vodiy bo'lib, $900 $830 O'zbekiston bo'ylab. Buni yevroni aytdim. Xuddi yevroni Legoli varianti. Bu Legoli varianti. Ko'ryapsizlar, hamma komplektlar, yonidagi narsalar bir xil. Faqat buni Lego latok, Lego kolonnali bo'ladi. Qolip ham bunaqa Legolik. Bukilgan holati bu. Shuni hisobiga buni narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'ylab, $950 O'zbekiston bo'ylab. Bunga tekis listosingiz ham bo'ladi. Agar mana shu yevro emas, prostoy qolipda bo'ladigan bo'lsa, $100 arzonroq bo'ladi. Endi mana turbalik varianti. Buni narxi $900 joyida, $950 vodiy bo'lib, $1000 O'zbekiston bo'ylab. O'zi mana turbalar ichiga tiqib qo'yilgan holatda bo'ladi. Endi yuklashlarni xalaqit qilib, shuning uchun olib qo'yilgan. Atayin ichini ochib, mana listini ko'rsatib qo'yilgan. Mana bu o'ntiradigan bochkalar zakazga qilib berilaveradi. Bemalol zinasiga chiqib, qilsalar bo'ladi. Rishtash uchun aravalar, xonalar bo'lishi pergrodga, mana pena generatorlar har xil turli tumanlardan qo'yilgan. Bu yerda hammasidan bor. Kelib bemalol tanishsanglar bo'ladi. Har bir narsani, materiallarini tekshirib olib, nazorat qilsanglar bo'ladi. Sotib oladigan narsani bu yerda 100% ko'rasiz. Hali ko'pchilikka o'xshab rasmini ko'rsatib, mana shu narsa sizga boradi. Unaqa emas. Kerak bo'lsa oladigan narsangizni olib belgilab, billa olib ketishingiz mumkin. Shu umuman o'rnatib beriladi. Aytilgan narsangizni ko'rib olasiz. Hali boshqalarga o'xshab rasm emas. Mana bu yerda qo'shimcha avtomat reskalar kerak bo'lsa sezonda oylab uchirtga turiladi. Bizda zaxira bo'ladi, xudo xolasa. Manaqa paddom. Bular ko'ryapsizlar 8 ga 4, 2 stenada. Ko'pchilik 6 ga 4 ham avtomat reska, pol avtomatlarga qo'yapti. Bunaqa emas, 8 ga 4. Oqmaydigan, germetiklamaydigan yaxshi variantda. Seximiz yaxshi, mana o'zimiz svarkaxona hamma narsa shu yerda joylashgan. Kimga shunaqa pena blok, gaza blok, palestra blok, shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamli aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.